ekan, pullaringiz ko'p-ku. Arendaga berib qo'ygansiz Mercedeslarni. Kuniga yangi yo'l ichida 50 so'm pulingiz bor. Aniq 50 so'm pulingiz bor. Shu mashinamiz sotiladi. Vito Vianoga aylantirishgan, restyling qilishgan, restyling dokumenti ham bor. Texpasport 2009-yil do'stlar, 2009. Avtomat korobka 646 indeksli motor do'stlar, solarkada yuradi. 6 litr, 7 litr rasxod qilar ekan. Mashinamiz to'yga chiqqanligi uchun stalnoydan qoriga sepilgan ekan. Suyaklari but-butun ekan. Bitta ko'rib chiqaylik, keling. Kuzupida ko'rasizlar, qirilgan, chizilgan, shpakilovkasi otgan joylari umuman shpakilovkasi yo'q ekan. Shunday stalnoydan qoriga sepishgan ekan o'zlari uchun. Mana ko'rasizlar, bir tekisda chotki bo'lib turibdi. Mana shu bamperda mana ko'rasizlar, bamperda sal yorilgan joyi bor ekan mana. Viano qilib qo'yilgan. Mashinamizdagi holatini qarang. Chikki-chikki, narxi вообще super. Ishoning, вообще super. Mana ichlari, salonlarni bitta ko'rib oling mana. Alikantara qilib qo'yilgan. 5 ta o'rindiqli, mana oldilarini ham ko'rsatasiz. Avtomat korobka, 646 motor, akvaprintlar qilib qo'yilgan. Monitorlari bor. Yurgan probegi 300 ming ekan. O'zini halol yurgan ekan. Balonlari ham mana yaxshi ekan. 50-60 vaz balon ekan. Xullas, restalingda umuman muammosi yo'q, dokumentda problema yo'q. Notariusga kelasiz, pulni sanaysiz. Sizga mashina yoqsa bo'ldi, barakasini qilib ketib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shu mashinamiz siz uchun tekis 13 ming dollarga qo'yib beramiz. Shu videoni pulni qatga tiqib оборот qilaykin degan do'stingizga shunday tashlab qo'ysangiz 50 dollardan kuniga zakislari ham bor ichida. O'zlari olib chiqib yurishaver ekan. Bosinglar.